Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bu lavhalarni ko'rib bir achinarli ahvol ekanini odam kuzatadi-da. Bu yerda aytilyapti mana bu noqonuniy kengaytirib olgan, kattatirgan. Endi bunga kim sababchi? Kim buni men kontrol qilmaymanku. Buni noqonuniyligini, qonuniyligini bu kontrol qiladigan odamlar bor, mutasaddilar oylik olib yuribdi. Kim qancha borib tekshirib turish kerak vaqti bilan. O'z boshimcha ostanovkada masalan men borib qurolmayman yo boshqa bir mundayroq odam borib qurolmaydi. Demak, kimdir unga ruxsat berganki, kattatirgan. Endi bittasi ruxsat bersa, bittasi kelib buzdirsa, bu qanaqa bo'ladi bu? Bu yerda hozir jamoatchilik fikrini o'rganish, bu xalqqa foydasi tegayotgan narsami yoki zarar tegyaptimi? Buni kim nima qilishi kerak endi? Buni so'rab surishtirish kerak-da albatta. Конечно, bu nima deymiz? Yana xalq ham bu narsadan masalan norozi buzilayotganidan. Bitta qancha endi odamlar oila boqayotgan, tirikchilik qilayotgan, har qanday bo'lsin baribir davlatga nalog to'layotgan bo'lsa kerak shular. Shundayga o'z boshimcha ochib ishlatib o'tirgan emas. Shuning uchun bu narsani bir yana qaytadan ko'rib chiqish kerak. Bularni rasxodlarini albatta nima qilib berish kerak bo'ladi. Bular yonidan rasxod qilib shuni qurgan-ku. Yana aytyapti, bu yerda deydi haligi passajirlarga, yo'lovchilarga sharoit qilingan bo'lishi kerak deydi. Yangisini ham ko'ryapmiz, hech qanaqa sharoit yo'q. Ochiq havo turibdi. Tepasi yopilgan. U reklama kimga kerak? O'zi shundoq hamma yoq reklama tiqilib yotibdi. Tepada ko'zni qamashtiradigan, har burchakda reklama kerak emas. Bu yerda hozir mana yosh bolali, nogiron, kasal bo'lib qolsa, bu yerda keyin sovuqda o'tirish kerak, yozda issiqda. Bu kimga kerak bo'ladi u? Bu menimcha xalqqa kerak emas. U yangi fason, yangi nimada deyapti. Uni xalq jamoatchilik fikrini o'rganib, ma'qulmi, ma'qul emasmi ovoziga qo'yib, keyin buni buzadigan bo'lsa buzish kerak, buzmaydigan bo'lsa qayerga o'zgartirish kiritish kerak bo'lsa aytib o'zgartirish kiritish kerak. Buni qilib o'tirgan, foydalanib o'tirgan odamlar ham ahmoq emas. Shuni bunday qilib bu yerni o'zgartirib qo'y desa o'zgartiradi. Yana kameralar qo'yish mumkin. Kamera qo'y hamma joyga. Bu kamera nima? Jinoyatchilarni topishga yordam beradi masalan. Kim qayerda qachon bo'lgan, shu narsalarni yo'lga qo'yish kerak. Kamerani faqat haydovchilarga qo'ymasdan odamlarni ham kuzatib turadigan bo'lsa albatta yaxshi bo'ladi. Hokim bo'lsa xalqni dardini eshitib, xalqqa bir yengillik qilaman. Men hokim bo'lsam xalqimga ancha farovon hayot qilib beraman, xalqimni qo'llab-quvvatlayman deb o'tirishni o'rniga hokimiyatga kelsa bular yangilik qilib buni buz, u yog'ini olib tashlab, bu yog'ini olib tashlab, bor narsalarni yo'q qilib, endi uni qaytadan yangi zamonaviy qilish kerak deb yana davlat byudjetiga yana zarar keltirib, buni bilmayman, bu kimni hisobidan bo'ladi? Yana shu xalqni hisobidan bo'ladi. Xalq byudjetni nalogini to'lab, byudjetni xalq to'ldiradi-ku. Kim hokim cho'nchagidan to'ldirmaydi-ku byudjetni. Bu yog'ini kim o'ylaydi buni? U bo'lib turgan narsani buzib tashlab, boshqatdan qildirish. Ko'rinyapti mana videoda hammasi buzilyapti, rasvo. Buni rasxodlari kim to'laydi bu? Masalan, buzganlar ham bekorga buzmaydi.
shuncha materiallarni rasvosini chiqarib, bundan hozir manfaatdor bo'layotgan odam bilmayapmiz, ko'rmayapmiz lekin. Ba'zi birovlar bordir, shularni ko'rolmayotgan odamlar bordir. Bu ish yuritib o'tirgan tadbirkorlarda dushmanlari bordir bu yerda, bilmaymiz-ku uni. Shuning uchun albatta jamoatchilik fikrini o'rganish shart bu yerda. Bu to'g'ri deb o'ylamayman men. Xalq ham mana hamma aytyapti buni. Mana Rasul Kusherboyev ham aytyapti, xalqni dardi bilan, fikri bilan hech qanaqa ishi yo'q. Bularni qiziqtirmaydi deydi. Bular shu o'z bilganini qiladi deydi. Vakolat qo'lida bo'lgandan keyin xohlaganini qilyapti. U ham qonuniy emas deyapti. Qonuniy emas. Endi bu yog'ini nima qilish kerak? Shaharni, xalqni o'ylaydigan shahar hokimligiga nomzodlardan bo'lishi mumkin bo'lgan odamlardan mana Rasul Kusherboyev, Olim Sulaymonov, Muxtor Bobojonov degan yigit bor mana. Bular mana xalqni eshitib, xalqni dardi bilan yuradigan odamlar. Shunaqalarni balki yana ham bordir, ko'pdir men bilmagan, biz bilmagan. Ana shunaqalarni xalqni o'ylaydiganlarni qo'yish kerak bu hokim qilib. Yoki bo'lmasam hokimga yordamchi qilib qo'ysa, albatta bularning maslahati, nasihatlari bilan xalqni rozi qilish mumkin, xalqni hayotini yaxshilash mumkin. So'nggi paytlarda biz kuzatyapmiz ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida Toshkent shahridagi tadbirkorlarni reklama vositalari va peshlavhalarni majburiy ravishda demontaj qilishga undash harakatlarini kuzatyapmiz va bu albatta noqonuniy harakat, chunki shahar kengashini qarori hali kuchga kirgani yo'q. Demontaj ishlari esa bir necha oy oldin boshlangan, ya'ni huquqiy asossiz bu harakatlar boshlangan. Biz zudlik bilan barcha davlat idoralari, hokimlik vakillarini bunday harakatlarni to'xtatishga chaqiramiz va bor peshlavhani 2 kunda almashtirib kel qabilidagi ishlarni to'xtatishga chaqiramiz. Tadbirkor bu buyruqbozlik bilan muomala qiladigan subyekt emas, bu hamkor, bu sherik va ular bilan albatta muloqot orqali muammolarga yechim topish kerak. Bu kabi xalqqa xizmat qilayotgan do'konlarning buzilishiga 12 mart kuni Toshkent shahar hokimligida o'tkazilgan matbuot anjumanida mutasaddilar quyidagicha javob berishdi. Misol uchun ko'chaga chiqib, do'konli bekatlarda yuradigan bo'lsangiz, umuman hech qaysi bir pashta hech qaysi bir Toshkent shahrida 750 tagacha do'konli bekat bo'lsa, hammasi noqonuniy qurilishi bor. Hammasi kengaytirib olgan. Men bir misol uchun agar sizga mana bir dona bekatni misol qilib aytaman. Mana Buyukpak yo'li ko'chasiga ketasiz, metroning oldida 200 metr kvadratli masalan do'kon bor. Uni hujjat 10 metr kvadratga bor ekan. Qaysi joydir masalan buzilgan bo'lsa yoki o'sha nima qilingan bo'lsa, sudning qarori bilan buzilgan. Agar do'konli bekatni joyini agar bekatdan ko'chirish kerak bo'lsa, ularga turizm ko'chalaridan joy beriladi. Shuni ta'kidlab o'tmoqchiman. Do'konli bekat noqonuniy joyida qurilganligi, u shu paytgacha qancha ishlaganligi bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan har bir bekat bo'yicha o'rganishlar amalga oshirilmoqda. Har bir bekat ko'tariladi, qanday ishlagan, necha metr kvadrat bo'lishi kerak, necha metr bo'lgan, noqonuniy, qonuniy har biri bo'yicha ish ketmoqda. Hozir turgan joyim tadbirkorlar tomonidan qurilgan jamoatchilik uchun avtobuslarni kutish bekati hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, bu joy tashqari shovqindan ancha tinch va shu bilan birgalikda yozda salqin, qishda esa issiqlikni ta'minlaydi. Ammo hozir hukumat tomonidan taklif etilayotgan bekatlar bundan farq qiladi. Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 14-noyabrdagi hududlarda jamoat transporti infratuzilmasini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida yangi va rekonstruksiya qilinadigan bekatlar joylashtiriladigan yer maydonlarida savdo va maishiy xizmat ko'rsatish obyektlarini joylashtirish taqiqlanadi deb yozib qo'yilgan.
Ammo shu qarorning 4-bandida shaharlar va boshqa aholi punktlari ko'chalari hamda ichki xo'jalik yo'llaridagi avtobus bekatlari uchun yer uchastkalari elektron onlayn auksion savdolari orqali tadbirkorlik subyektlariga uzoq muddatga ijara huquqi asosida foydalanishga 2021-yil 3-avgustdagi 485-sonli qarori asosida beriladi deb belgilab qo'yilgan. Shu bilan birga mazkur qarorning 5-bandining 2-qismida Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi huzuridagi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi, Ichki ishlar vazirligi va Transport vazirligining hududiy bo'linmalari bilan birgalikda savdo va maishiy xizmat ko'rsatish obyektlari mavjud bo'lgan, faoliyat ko'rsatayotgan avtobus bekatlarida jamoat transportlari yo'lovchilar, shu jumladan nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qulay va xavfsiz shart-sharoit yaratish choralarini ko'rsin deya qat'iy yozib qo'yilgan va bu qaror hali hanuzgacha amalda. Buzishga kelganda tezkor, qurishga kelganda sekinlashadigan ayrim amaldorlar diqqatiga 2018-yildan boshlab toki 2025-yilgacha bo'lgan davrda Prezident qarorlari, farmonlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, hokimiyatlar qarorlari bilan bu kabi bekatlarni zamonaviy instruksiya bilan jihozlash belgilangan edi. Biroq mana oradan 8 yil, bu degani qariyb 10 yil o'tyaptiki, lekin natija yo'q. Prezidentimiz PQ111-sonli qaroriga asosan Toshkent shahridagi barcha o'sha avtobus orqali bekatlar yangilanishi kerak edi. Hozir ta'kidlab o'tgan bekatlaringiz bu obodonlashtirish, Toshkent shahar obodonlashtirish bosh boshqarmasi balansida bo'lgan bekatlar. Hozirda Toshkent shahrida 2700 ga yaqin bekat bo'lsa, ular o'sha bir nechta tashkilotlar, ya'ni bir 10 ga yaqin tashkilotlar tomonidan tasarruf qilinmoqda. Uni nazorat o'sha kim qiladi? oz shoshmang. Nazorat prezident qaroriga asosan, prezidentimizning qaroriga asosan bekatlar auksionga chiqariladi, tadbirkorga biriktiriladi. Hozirda mana birinchi o'sha auksionning natijasiga ko'ra tadbirkor tomonidan bekatlar tashkil qilinmoqda. Hozirgacha tashkil qilinmagandi. Mana siz ta'kidlab o'tgan o'sha bekatlar bu obodonlashtirish bosh boshqarmasi balansida bo'lgan bekatlar. Ular auksion orqali tadbirkorga biriktirilmagan. Ya'ni ular obodonlashtirish o'zining o'sha nimasidan, nima deydi, imkoniyatidan kelib chiqqan holda ular tasarruf etib kelgan bekatlar. Qarang, bo'lmasa tadbirkorlikka hozir berilmaydi, tadbirkorlar foydalanmaydi, alohida bo'ladi deyapsiz. G'alati emasmi? Yo'q, tushunmadingiz, qarang. Tadbirkor do'kon sifatida emas, auksionga chiqariladi, ya'ni tadbirkorga do'kon qilish uchun berilmaydi. Ularga prezident qaroriga asosan faqatgina reklama va vending apparatlari orqali ular daromad ko'rishlari mumkin va ularga talab qilinadi, ya'ni u yerda do'kon bo'lmaydi, magazin bo'lmaydi va ular o'sha reklama vending orqali daromad qiladi. Do'konli bekatlar qilish prezidentimiz qaroriga asosan taqiqlangan. Mana bu obodonlashtirish ishlaridagi obodonlashtirish boshqarmasiga qaraydi dedingizda, shu obodonlashtirish boshqarmasi ish faoliyatini kim nazorat qiladi? Nima uchun hozir bekatlarimiz bu darajada talabga javob bermaydi? O'sha talabga javob bermaganligi uchun umumiy hisobda, bitta masalan obodonlashtirishda emas, umumiy hisobda do'konli bekat ham, obodonlashtirish bekati ham, yana boshqa bir ikkita tashkilotlardagi balansidagi bekatlar ham talabga javob berilmaganligi uchun hozirda o'sha auksion orqali tadbirkorga biriktirib, ularni standart asosida rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirilmoqda. Qachondan? Qachondan? Hozirda deganingiz. Mana hozir Buyuk Ipak yo'lida ko'rishingiz mumkin. Buyuk Ipak yo'lida 14 ta nuqtada hozir rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirilmoqda. Yaqin kunlarda Buyuk Ipak yo'lidagi o'sha bekatlar foydalanishga topshiriladi. Toshkent do'konli bekatlardan voz kechmoqda. Ayni damda zamonaviy deb e'tirof etilayotgan namunaviy avtobus kutish bekatidamiz. Endi barcha avtobus kutish bekatlari xuddi shunday ko'rinishda bo'ladi. Barcha hujjatlarga ega bo'lgan tadbirkorlarga esa maxsus belgilangan joylardan yer maydoni ajratib berilishi rejalashtirilmoqda. Takror aytaman, logotipimizda ham inson qadri, inson yana bir marta inson. Birinchi mana shu xalq qabulxonalari qildik, odamlarni eshitib boshladik, sektor qildik, odamlar bilan uchrashib boshladik, odamlar dardini aytib boshladi. Eng katta harakatlarimiz shu bo'lishi kerak. Xalq davlatga xizmat emas, davlat xalqqa xizmat qilish kerak.